Assalomu alaykum, hurmatli mana hamqishloqlar. Mana serdeshni panel kelibdi. Hozir buni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga otido axborot beraman. Necha volt beradi, kim qo'yapti, qayerga qo'yapmiz, sizlarga aytib o'taman do'stlar. Bu yerdan zarzaminda bir joyga qo'yilyapti do'stlar. Do'stlar, hozir mana shu qishlog'imizda bir akalarimiz solinishni panel qo'yib berishyapti. Mana o'zimizni Banlisaga, Skoriga, mana shu o'zimizni lichini oladigan Banlisalarimizga solinishni panel o'rnatib berishyapti akalarimiz. Hozir bir boshdan aytib o'taman. Mana shu Otaboboyev, Farhod aka nomlaridan mana shu solinishni panel qo'yilyapti. Mana Yusupov, Farhod aka hammalari birgalashib 4 kilovat, 5 kilovatli panel qo'yishyapti do'stlar. Birinchi o'rinda Skoriga, keyin mana polni yorug'liq Banlisalarga beriladi, hamma yoqqa beriladi. Mana shu do'stlar, mana hozir o'zimiz mana Ilhom aka ustanovka qilyaptilar. Ilhom aka o'zingiz mana otido va kamgina bo'lsa ham tushuntirib berib ketasiz-da mana shularni. Assalomu alaykum hammaga. Bu panel bittasi 50 volt, 620 watt beradi. Buni 6 dona qo'yilyapti. Inverter hibrid, svet yonganda svetdan zaryad beradi, svet yo'q paytda paneldan zaryadga beradi. Ikkovi ham bo'lmagan paytda akkumulyatordan oladi. 6 kilovatga освещение televizorlarga 8 soatga yetadi. Agar kattaroq nagruska berilsa, Ariston yoki konditsioner qo'yilsa, 4 soatgacha yetadi kechasiga. Kunduziga avtob chiqqanda muammo yo'q. Nima qo'shsalaring 6 kilovatgacha ko'taradi. To'q quyosh botguncha 4-4.5 gacha bemuammo beradi. O'zi 4.5 dan keyin svet yonsa, svetdan beradi, 2-3 soat svetdan. Svet ham o'chgandan keyin akkumulyator bilan bemalol televizor, освещение, Ariston, bitta konditsionerga quvvat yetadi. Hozir aka bitta oila olishi uchun, masalan, bitta oilaga qanchaga tushadi aka? Shundan narxini mana ekonomikroq qilib aytsangiz, bular lo'nda tushunib olsin. Mana hurmatli hamqishloqlar, 1 kilovatdan boshlanadi komplekti. 1 kilovati 6200 so'm bo'ladi. Polni ustanovkalari bilan. polni ustanovkalari bilan. 2 kilovatlik qilaman desalaring 8000 ga bo'ladi. Bu hozir 602 bo'lyapti. 6 dona paneli bilan примерно 17000 larga bo'ladi. 17000 ga bo'ladi. Bu lekin shunday ikki kishi nomidan, ikkita sohibkorning nomidan Banlisaga yordam, shunday xayriy ehson qilishgan, shunga qo'yib beryapmiz. Shunday gap yo'q. Hozir nechta lampochkani yondiradi aka? Bu agar LED lampochkalar bo'lsa 200 tagacha quvvati yetadi. Hozir bet hisoblab chiqdik, bir 50 dona bor ekan. Xudo xolasa 50 dona lampochkaga uzilish bo'lmaydi. Kechasi kunduzi svet bo'ladi. Xudo xolasa. Do'stlar, hozir bu ustanovka bo'lyapti. Ustanovka bo'lgandan keyin mana mumkin bugun bo'lsa, holiga hamma yoq yongandan keyin men sizlarga bu videoni oxirigacha qilib, men sizlarga ko'rsataman. Hozir ustanovka jarayoni ketyapti. Mana yerda butalgan soya joylarni barini bu soya tushsa, kamgina nimasi effektivность deydi, chiqarishi kamayadi. Shu vaqtni bera olmaydi, shunga soya bo'lmasa yaxshi. Avtob tegayotgan joyga yaxshilab qo'yilsa yaxshi. Shunga mana bu teraklarni butab, avtobuslar qilib, mana shu tepaga joylashtirilyapti. Farhod aka, Otaboboyev, Yusupov, Farhod aka nomlariga mana shu barcha mana Zarzamina xalqi duo qilib qo'yamiz aka, rahmat hammalaringga. Chunki mana Skoriga ko'pchilik keladi, Banlisaga ko'pchilik keladi. Bular yorug'liqda lichini olib davolanishadi. Hammalaringga rahmat. Do'stlar, mana shu ustanovka bo'lgandan keyin men sizlarga yana otido videoni oxirigacha ko'ringlar, kuzatib boringlar. Mana usto akamiz aytdilar qanchaga to'xtashini, qanchaga tushdi. Mana bitta oila nech pulga arzonroq variantlarini aytdilar. Mana kim xohlasa mana shuni qo'yib, o'sha telefon raqamlarini tashab ketaman. Bemalol usto akamizga murojaat qilib o'zlariga xizmatda biz. Xizmat lekin yaxshi narsa ish beradi. 2 yil, 3 yil ishlatsalaring o'zi qimmat qiladi, o'zini pulini chiqaradi. Chunki svetga pul to'laymiz-ku. Svetga to'lagan pulni bo'lsangiz, 3 yilda pulini chiqarsa, qolganiga bu panelga 30 yil garantiyasi bor-da. Bu oynada bu, sarg'aymaydi, optikli emas. Oyna sarg'aymaydi. Agar sinmasa, 30 yilgacha ish beradi. Akkumulyatorlar gelivi, bular maksimum 5 yil, minimum 3 yil ish beradi. Donasi, bitta donasi 1000 so'm turadi.
Mana bu gibridiga ham garantiya bor, bu ham ish beradi, faqat plus minus bitta qilib qo'ymasa, Shunday. kuymasa, atak buzilishi qiyin. Bo'ldi. Buzilsa ham remont bo'ladi. Remont bo'ladi. Ha? Do'stlar, Shuhrat TVdan ko'rib, mana shu usta akamizga murojaat qilsangiz, yana ham chegirmalar bilan qilib berasiz aka. Обязательно. Maylimi? Bizni kanalda kuzatuv. Bu 15% skitkasi bor. Bizni kanalda kelishsa gap yo'q. Bizni kanalda ko'pchilik kuzatishadi. Mana ko'proq ustozor Ramoy Zarzaning. kelishsa 20% skitka. Ey, gap yo'q, rahmat. Mana do'stlar, mana bu akkumulyator hozir 4 ta bo'lyapti. 100 amperlik bu. 100 amperlik. Mana Gibrid 6,5 kilovat. 6,5 kilovatga. 6,5 kilovat. Bu endi maksimum. 4 kilovat, 3 kilovatini ishlatishsa, bu ko'p yillarga xizmat qiladi, ekonom qilishsa. Mana 6 dona. Oldim. 6 dona. Bu nechiga necha aka? Duxsarovni. Razmeri. Bu biri 14 ga 228, kilosi 32 kilo. Alyumindan bo'lgan, zanglamaydi, oynasi. Bu hamma xonadonda mana tepalariga soya tushmayotgan joylariga moslashtiriladi. Shiferga profil qilib yoki qilib qotirsa, tunuka bo'lsa. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Qotirsa ham bo'ladi. Hozir lampochkalar yongandan keyin men sizlarga mana shu video davomida qo'yib ko'rsatib beraman. Rahmat ammalaringiz.